Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim masalani, ya'ni 2026 yilda pensiya to'lovlari bo'yicha kutilayotgan o'zgarishlar, ayrim fuqarolarda pensiya summasi nima uchun kamayib ko'rinishi mumkinligi va qoidabuzarlarga to'lovlar nima sababdan bo'qlanishi haqida batafsil gaplashaman. Bu mavzu faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, yaqinlariga, nogironlik nafaqasi oluvchilarga, o'quvchisini yo'qot oilalarga va kelajakda pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Agar siz yoki oilangizda kimdir pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy to'lov olayotgan bo'lsa, bu ma'lumotni oxirigacha eshitishingiz shart. Chunki bitta noto'g'ri ma'lumot, bitta vaqtida topshirilmagan hujjat yoki bitta yashirilgan daromad sababli to'lov vaqtincha to'xtatilishi, qayta hisoblanishi yoki ortiqcha olingan summa qaytarib undirilishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men bu yerda sizga oddiy tilda amaliy misollar bilan tushuntirib beraman. Avval pensiya tizimida ko'p narsa qog'oz hujjatlarga, mahalla ma'lumotnomalariga, ish joyidan berilgan arxiv ma'lumotlariga va fuqaroning o'zi olib kelgan dalillarga bog'liq edi. Masalan, odam pensiyaga chiqayotganda mehnat daftarchasini, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomani, harbiy xizmat, o'qish, bola parvarishi yoki boshqa davrlarni tasdiqlovchi hujjatlarni topshirardi. Pensiya jamg'armasi shu hujjatlar asosida staj va ish haqini hisoblab pensiya miqdorini belgilardi. Endi esa tizim asta-sekin to'liq raqamlashtirilmoqda. Davlat organlari ma'lumotlar bazalari o'zaro ulanmoqda. Soliq, bandlik, fuqarolik holati dalolatnomalari, bank, migratsiya, kadastr, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa tizimlar orqali ma'lumotlar tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, ilgari ko'rinmay qolgan ayrim holatlar endi avtomatik aniqlanishi mumkin. Masalan, pensioner ishlayotgan bo'lsa, lekin buni yashirgan bo'lsa, nogironlik bo'yicha nafaqa olayotgan shaxs qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan, farzand o'qishni tugatgan bo'lsa, chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan fuqaro hisobda turib, to'lov olishda davom etgan bo'lsa, tizim buni aniqlashi mumkin. Shuning uchun 2026 yilga kelib ko'pchilikni bezovta qilayotgan asosiy savol shunday: pensiyalar haqiqatan ham kamayadimi? Men buni aniq qilib tushuntiraman. Pensiya hamma uchun birdek kamayadi degan gap noto'g'ri bo'lishi mumkin. Odatda pensiya miqdori umumiy tartibda pasaytirilmaydi. Ammo ayrim fuqarolarda pensiya qayta hisob-kitob qilinganda, hujjatdagi xato aniqlanganda, ortiqcha to'langan mablag' topilganda yoki qonun talabiga zid holat yuzaga kelganda oylik to'lov kamayishi yoki vaqtincha bloklanishi mumkin. Men eng muhim nuqtadan boshlayman. Pensiya kamayishi deganda ko'pchilik buni davlat hammaning pulini kesadi deb tushunadi. Aslida ko'p hollarda gap indeksatsiya, qayta hisoblash, ortiqcha to'langan summani ushlab qolish yoki huquqiy asos yo'qligi sababli to'lovni to'xtatish haqida ketadi. Bular bir-biridan farq qiladi. Birinchi holat: hujjatdagi staj yoki ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa. Masalan, bir fuqaro 1995 yildan 2005 yilgacha ishlaganini aytadi va 10 yil staj sifatida pensiyaga qo'shilgan. Keyin arxiv tekshiruvida ma'lum bo'ladiki, bu davrning faqat 7 yili rasmiy tasdiqlangan, qolgan 3 yil bo'yicha buyruq, ish haqi, soliq yoki arxiv yozuvi topilmagan. Bunday vaziyatda jamg'arma pensiyani qayta hisoblashga majbur bo'ladi. Agar shu 3 yil sababli pensiya oyiga 1,5 ming so'm ko'proq chiqib kelgan bo'lsa, qayta hisobdan keyin pensiya 1,5 ming so'mga kamayishi mumkin. Bundan tashqari, ilgari ortiqcha to'langan mablag' ham qonuniy tartibda undirilishi mumkin. Ikkinchi holat: pensioner ishlayotgani yoki daromad olayotgani bilan bog'liq. Ba'zi to'lovlar borki, ular faqat muayyan shartlarda beriladi. Masalan, ayrim kompensatsiyalar parvarish puli, kam ta'minlangan oilaga yordam yoki band bo'lmagan shaxslarga mo'ljallangan to'lovlar. Agar odam rasmiy ishlayotgan bo'lsa, lekin o'zini ishsiz yoki daromadsiz deb ko'rsatgan bo'lsa, tizim buni soliq bazasi orqali ko'radi. Natijada to'lov bloklanadi. Bu pensiyaning o'zi emas, balki qo'shimcha to'lov bo'lishi ham mumkin. Lekin oddiy odam buni pensiyam kamaydi deb qabul qiladi. Misol keltiraman. Anvar aka 2 million 300 ming so'm pensiya oladi. Unga qo'shimcha ravishda parvarish bilan bog'liq 600 ming so'm atrofida to'lov ham tushib turgan. Keyin ma'lum bo'ldiki, parvarish qiluvchi sifatida ko'rsatilgan shaxs aslida boshqa joyda rasmiy ishlayapti va parvarish shartlariga mos kelmayapti. Shunda asosiy pensiya 2 million 300 ming so'm bo'lib qoladi. Lekin qo'shimcha 600 ming so'm to'xtaydi.
Odam esa umumiy tushum 2 milyon 900 mingdan 2 milyon 300 mingga tushganini ko'rib, pensiyam kamaydi deydi. Uchinchi holat nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi bo'yicha qayta tibbiy ko'rikdan o'tmaslik. Nogironlik guruhi doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin. Agar muddatli nogironlik belgilangan bo'lsa, fuqaro belgilangan vaqtda qayta ko'rikdan o'tish kerak. O'tmasa, tizim to'lovni vaqtcha to'xtatishi mumkin. Bu jazo emas, balki huquqni tasdiqlovchi asos yangilanmagani uchun amalga oshiriladi. Keyin fuqaro qayta ko'rikdan o'tib, nogironlik tasdiqlansa to'lov qayta tiklanadi. Ayrim holatlarda o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinadi. Lekin bu vaziyat hujjatlar va muddatlarga bog'liq. 4-holat boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Masalan, marhum ota yoki ona sababli farzand pensiya olyapti. Farzand 18 yoshga to'lgunga qadar odatda huquq saqlanadi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lum yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin o'qishni tashlagan, sirtqi ta'limga o'tgan yoki rasmiy ishga kirgan bo'lsa, ayrim holatlarda to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Muammo shundaki, oilalar ba'zan bunday o'zgarishni jamg'armaga vaqtida bildirmaydi. Keyin ma'lumot bazadan chiqadi va to'lov bloklanadi. Masalan, Dilnoza ismli qiz o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. U universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Oyiga 250 ming so'm pensiya tushadi. Keyin u o'qishni tark etadi yoki akademik ta'tilga chiqadi, lekin jamg'armaga xabar bermaydi. 3-4 oy pul tushishda davom etadi. Keyin tizimda o'qish holati yangilangach, to'lov to'xtaydi va ortiqcha olingan oylar qaytarilishi mumkin. Shu sababli harbiy status o'zgarishini vaqtida bildirish kerak. 5-holat vafot etgan shaxs nomidan to'lov olish. Bu eng jiddiy qoidabuzarliklardan biri. Ba'zan pensioni vafot etadi, lekin bank kartasi yaqinlarida bo'ladi va ular bir necha oy pulni yechib yuradi. Kimdir buni baribir oilaning puli deb o'ylaydi. Lekin huquqiy jihatdan pensioner vafot etgandan keyingi davr uchun pensiya to'lovini olish mumkin emas. Faqat qonunda belgilangan ayrim dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros tartibidagi masalalar bo'lishi mumkin. Agar karta orqali vafot etgan shaxs nomidan pul yechilgan bo'lsa, bu ortiqcha to'lov sifatida qaytarilishi, og'ir holatlarda esa huquqiy javobgarlik ham sabab bo'lishi mumkin. 6-holat. Chet elda doimiy yoki uzoq muddat yashash. Bu masalada ham ko'p odam adashadi. Chet elga vaqtincha davolanishga farzandiniki yoki mehmonga borish bir narsa. Doimiy yashashga chiqish, ro'yxatdan o'tish, rezidentlik holati va pensiya olish shartlari boshqa masala. Agar fuqaro mamlakat hududida yashash holatini tasdiqlash kerak bo'lsa-yu, buni qilmasa, to'lov vaqtincha tekshiruvga tushishi mumkin. Ayniqsa plastik karta orqali pulni boshqa shaxs yechib yurgan holatlar alohida tekshiriladi. Kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyangizni qonuniy asosda olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash holatingiz aniq bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha talab qilingan hujjatlarni vaqtida yangilab tursangiz, rasmiy ma'lumotlarni yashirmasangiz, vahimaga tushish shart emas. Tizimning maqsadi oddiy pensionerning pulini kamaytirish emas, balki noto'g'ri to'lovlarni aniqlash, adolatli hisob-kitob qilish va jamg'arma mablag'larini haqiqiy egalariga yetkazishdir. Endi men eng muhim nozik jihatlarga o'taman. Birinchi nozik jihat. Pensiya miqdori kamaygandek ko'rinishi har doim ham pensiyaning o'zi kamaydi degani emas. Ba'zan bank kartaga tushadigan summa kamayadi, chunki aliment, kredit, sud qarori, ijro hujjati yoki ortiqcha to'lovni qaytarish bo'yicha ushlab qolish bo'ladi. Masalan, pensionerning pensiyasi 2 million so'm, lekin undan har oy 300 ming so'm ijro hujjati asosida ushlab qolinadi. Karta orqali 1 million 700 ming so'm tushadi. Odam pensiyamni 300 mingga kesibdi deydi. Aslida pensiya tayinlangan miqdorda qolgan, faqat majburiy ushlab qolish mavjud. Ikkinchi nozik jihat, indeksatsiya hammani bir xil boyitmaydi. Pensiyalar oshirilganda ayrimlar foiz bo'yicha ko'proq, ayrimlar kamroq farq sezadi. Chunki pensiya tarkibida bazaviy qism, staj, ish haqi, ustamalar, kompensatsiyalar bo'lishi mumkin. Bir odam 3 million olayotgan bo'lsa, oshish 300 ming bo'lishi mumkin. Boshqa odam 1 million 200 ming olayotgan bo'lsa, oshish 20 ming atrofida seziladi. Shu sababli qo'shnimniki ko'proq oshdi, menikini kamaytiribdi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat, eski hujjatlardagi xatolar. Sobiq korxonalar yopilgan, arxivlar yo'qolgan, mehnat daftarchasida muhr xira, sana noto'g'ri, ism, familiya bir harf bilan farq qilgan holatlar juda ko'p. Masalan, pasportda Abduqodirov yozilgan,
Mehnat daftarchasida Abd Qodirov o'rniga Abd Qodirov yozilgan. Kompyuter tizimi buni boshqa shaxs deb qabul qilishi mumkin. Shunda fuqaro sud orqali yoki arxiv orqali hujjat tegishliligini tasdiqlashi kerak bo'ladi. Buni vaqtida qilmasa, staj hisobga olinmay qolishi ehtimoli bor. 4-nozik jihat ishlovchi pensionerlar. Hamma ishlovchi pensionerning pensiyasi to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Lekin ayrim turdagi to'lovlar, imtiyozlar yoki qo'shimcha nafaqalar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men pensiyadaman, xohlagancha ishlayman. Hech narsa ta'sir qilmaydi deb ham o'ylamaslik kerak. Qaysi to'lovni olayotganingizni aniqlang. Bu yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasini boquvchisini yo'qotganlikmi? Parvarish pulimi? Kam ta'minlanganlik yordamimi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Har birining sharti alohida. 5-nozik jihat bank kartalari va ishonchnomalar. Ba'zi oilalarda pensionerning kartasi farzandida turadi. Farzand pulni yechadi, dori-darmon olib beradi, xarajat qiladi. Agar bularning hammasi pensionerning roziligi bilan bo'lsa, odatda oilaviy holat. Lekin pensionerning o'zi puldan bexabar bo'lsa, bosim ostida bo'lsa yoki vafot etgandan keyin ham karta ishlatilsa, bu katta muammo. Men tavsiya qilaman. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtiring. Bank va jamg'arma tartiblarini buzmay harakat qiling. 6-nozik jihat ortiqcha to'lov har doim ham fuqaroning qasddan qilgan qoidabuzarligi bo'lmasligi mumkin. Ba'zan xato tizimda bo'ladi. Ba'zan tashkilot vaqtida ma'lumot yubormaydi. Ba'zan arxiv kechikadi. Lekin baribir ortiqcha to'langan pul davlat mablag'i hisoblanadi va qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Agar siz qasddan yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsangiz, buni isbotlash, ariza yozish, bo'lib qaytarish yoki qayta ko'rib chiqishni so'rash imkoniyatlari bo'lishi mumkin. 7-nozik jihat bloklandi so'zi hammani qo'rqitadi. To'lov bloklanishi har doim butunlay bekor qilindi degani emas. Ko'pincha bu tekshiruv, hujjat yetishmasligi, shaxsni tasdiqlash zarurati yoki ma'lumotlar mos kelmagani sababli vaqtincha to'xtatish bo'ladi. Masalan, fuqaroning pasport ma'lumoti yangilangan, lekin bankdagi ma'lumot eski. Yoki yashash manzili o'zgargan, jamg'arma bazasida boshqa manzil turibdi. Bunday holatda fuqaro borib ma'lumotni yangilasa to'lov tiklanadi. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiyangiz tarkibini aniqlang. Faqat kartaga qancha pul tushganiga qarab xulosa qilmang. Tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. Sizga pensiya qaysi staj, qaysi ish haqi, qaysi ustama va qaysi qo'shimcha to'lovlar asosida hisoblanganini tushuntirishlari kerak. Agar elektron xizmatlar mavjud bo'lsa, shaxsiy kabinetingiz orqali ham tekshiring. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda quyidagilar bo'lishi kerak: pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, harbiy bilet, diplom, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha o'lim guvohnomasi va o'qish joyidan ma'lumotnoma. Hamma hujjatning nusxasini alohida papkada saqlang. Uchinchi qadam, agar pensiya kamaygan bo'lsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Yozma ariza bering. Arizada shunday yozish mumkin: mening pensiya to'lovim falon oyda falon summadan falon summaga o'zgargan. Ushbu o'zgarishning huquqiy asosini, hisob-kitobini va ushlab qolish bo'lsa, uning sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring, ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 4-qadam, agar to'lov bloklangan bo'lsa, sababini aniqlang. Sabablar turlicha bo'lishi mumkin. Hujjat muddat tugagan, nogironlik qayta ko'rga o'tilmagan, bank rekvizitlari noto'g'ri, shaxs ma'lumotlari mos kelmagan, ortiqcha to'lov aniqlangan, vafot yoki migratsiya ma'lumoti bo'yicha tekshiruv boshlangan. Sababni bilmasdan turib hech kimga pul bermang. Tashish orqali oshtiraman deganlarga ishonmang. Faqat rasmiy idora, rasmiy ariza va rasmiy javob bilan ishlang. 5-qadam, agar sizga ortiqcha to'lov qaytarish talabi qo'yilsa, darhol vahimaga tushmang. Avval hisob-kitobni so'rang. Qaysi oylar uchun qaysi summa, qaysi asos bilan ortiqcha to'langan. Agar rozi bo'lmasangiz, e'tiroz yozing. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lsa, uni bir yo'la qaytarish qiyin bo'lsa, bo'lib ushlab qolish tartibini so'rash mumkin. Muhimi, masalani yashirmang va qochmang, chunki vaqt o'tgan sari muammo kattalashadi. 6-qadam.
Agar oila a'zongiz vafot etgan bo'lsa, uning kartasidan pul yechishni davom ettirmang. Avval IFHDYga bank va pensiya jamg'armasi tartibini aniqlang. Olinmay qolgan pensiya yoki dafn puli bo'yicha qonuniy murojaat qiling. Bu sizni keyingi katta muammolardan saqlaydi. 7-qadam, agar farzandingiz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, har yili o'qish joyidan ma'lumotnoma masalasini tekshiring. Kunduzgi ta'lim o'qish davom etayotgani. Akademik ta'til, o'qishdan chetlatish kabi holatlar to'lovga ta'sir qilishi mumkin. O'zgarsa yashirmang, vaqtida bildiring. 8-qadam. Nogironlik bo'yicha to'lov olayotganlar qayta ko'rik muddatini telefon kalendariga yozib qo'ysin. Ko'rik muddati o'tib ketgandan keyin men bilmagandim deyish pulni vaqtincha to'xtatib qo'yishdan saqlamaydi. Shifokor hujjatlari, tibbiy xulosalar, davolanish varaqalari va epikrizlarni oldindan tayyorlang. 9-qadam. Agar ism, familiya, tug'ilgan sana yoki staj bo'yicha hujjatlarda farq bo'lsa, pensiyaga chiqish arafasida emas, hozirdan tuzating. Arxivga so'rov yuboring. Zarur bo'lsa sud orqali hujjat tegishliligini tasdiqlang. Bugun tuzatilgan bitta harf ertaga sizga bir necha yil stajni saqlab berishi mumkin. 10-qadam. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Internetda 2026 yilda hammaning pensiyasi kamayadi, pul bloklanadi, karta yopiladi degan vahimali gaplar ko'p bo'ladi. Men doim aytaman, avval pensiya jamg'armasi, hukumat qarorlari, rasmiy axborot kanallari va mahalliy bo'limlardan tasdiq oling. Mish-mish asosida qaror qilmang. Demak, asosiy xulosa shuki, 2026 yilda pensiya masalasida eng katta e'tibor raqamli tekshiruv hujjatlarining to'g'riligi, ortiqcha to'lovlarning oldini olish va qoidabuzarliklarni aniqlashga qaratilishi mumkin. Bu hammaning pensiyasi avtomatik kamayadi degani emas. Lekin hujjati chalkash, to'lov shartlari o'zgargan. Ma'lumotni yashirgan yoki qonuniy asosni vaqtida tasdiqlamagan fuqarolarda to'lov kamayishi, vaqtincha bloklanishi yoki qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Pensiyangizni tekshiring, hujjatlaringizni tartiblang. O'zgarishlarni yashirmang, har bir ushlab qolish yoki bloklash bo'yicha yozma izoh talab qiling. Shunda siz o'zingizni ham, oilangizni ham ortiqcha asab, navbat, qarz va tushunmovchiliklardan himoya qilasiz. Sizda pensiya kamaygani, to'lov bloklangani yoki hujjat bilan bog'liq muammo bo'lganmi? Izohlarni yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bu bobolaringiz va pensiya oladigan yaqinlaringizga yuboring. Bu bitta ulashilgan video kimningdir pulini, huquqini va xotirjamligini saqlab qolishi mumkin.